namoz mo'minlarga vaqtida farz qilingan. Mana bu yerda qabrlari. Valhamdulillahi robbil alamin. İmom Abu Mansur al-Moturidiy o'zlarining bir gaplarida aytgan ekanlarki, mani ko'mishda mana shu Xo'ja Abdu Darunga yaqin bir ko'minglar. Muizziddin bu kishi 861-yil melodiy yilda vafot etganlar. Hozir biz Registonning janubi g'arbida joylashgan eng bir muborak bir maskan, qaysikim Xo'ja Abdu Darun bir majmuasi bilan mashhur bo'lgan masjidda turibmiz. Bu joyda dafn etilgan avvalo shaxs to'g'risida to'xtalib o'tgan bo'lamiz. Ya'ni bu zotni to'g'rilarda Qandiyada, Samariyada aytib o'tilgan Xo'ja Muizziddin rahmatullohi alayh asl ismlari va Samarqandning devori qadim da ya'ni ichkarisida joylashganliklari uchun u kishini Xo'ja Abdu Darun taxallusi bilan nomlaganlar. Otalari esa Xo'ja Yaqubning nimalari, dafnlari ya'ni devorning tashqarisida bo'lganliklari uchun u kishi Xo'ja Abdu Berun nomi bilan mashhur bo'lganlar. Bular İmom Abu Mansur al-Moturidiy o'zlarining bir gaplarida aytgan ekanlarki, mani ko'mishda mana shu Xo'ja Abdu Darunga yaqin bir ko'minglar va Shohizinda bilan birga, ya'ni birgalikda bo'lsin deganda,
chunki bularning shafoati bizlarga tegadi degandan keyin mana shu Shokarjizda hozirgi mana juda katta obodonchilik olib borilayotgan maskan, ya'ni Imom al-Moturudiyni shu joyga ko'milgan ekanlar. Nimaga desa, shu Xo'ja Abdumuizziddin rahmatullohi alayhi Xo'ja Abdarunni shafoatlaridan umidvor ekanlar. Bu joyga shuning uchun maqbaralar qurilgan va masjid, xonaqoh va undan keyin hujralar va madrasalar bo'lgan. Xo'ja Abdudarun Muizziddin rahmatullohi alayhi qozi bo'lib o'tganlar va aynan bu kishining qozichiliklardagi bir karomatlari aynan shu joydagi havuz bilan bog'liq. Shu joyda bu kishi qozi bo'lib dars berib turganlarida tarixda keladiki, shu havuzda juda qurbaqalar ko'pligidan ozor berishgan ekan. Oxiri oqibat u kishi bitta shu qurbaqalarni bittasiga yo sizlar turinglar yo men turay degandan keyin barcha o'sha bu yerdagi nimadan hovuzdagi qurbaqalar hammasi ya'ni o'shandan beri yo'qolib o'sha yerga kelmas ekan. Sulton Sanjar Moziy 12-asrda bir maqbara qurgan bo'lsalar, u vaqt o'tishi bilan eskilanib qolgan va Ulug'bek bobo kalonimiz Ulug'bek esa 15-asr, 16-asrlarda kelib u kishi bir katta bir maqbara qurib va yonidan masjid, chillaxonalarni qo'shganlar. Endi hozirgi mana sizlar ko'rib turgan bu yangi masjid bag'riga qariyb 7,5 ming kishini sig'dira oladi. Ya'ni gumbazlari ham o'ziga yarasha mana shinamligi va ruhiyatingizga juda bir taskin bag'ishlaydigan bir masjid hozir mana shu yerda barpo qilindi. Buni albatta tahsinga sazovorligi ya'ni xalq tomonidan bir hashar bilan ya'ni tez orada mana shunday bir qad rostladi. Buni ichiga bir vaqtni o'zida qariyb mana anchagina bir odamni sig'diradi va bu joydagi peshtoqlar Registonga o'xshatilingan. Parvardigor mana shu darajada ya'ni o'zini savobli va ezgu ishlariga sabab qildi. Ko'pchilikning hissasi bor bu joyda. Shuning uchun Qur'oni Karimda ham Alloh taolo masjidni barpo qiladigan, savobli ishlarga qo'shiladiganlarni o'zi maqtab keldi. Tavba surasida marhamat qilib aytadiki, Alloh taolo albatta masjidlarni avvalo oxiratga ishongan, Allohga iymon keltirgan, oxiratga ishongan, namozni to'la to'kis o'qigan, zakotini beradigan va faqatgina o'zidan qo'rqadiganlargina obod qiladi degan. Bas ana o'shalar hidoyatdadirlar deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Shuning uchun Alloh hammalarimizni mana shunday ezgu ishlarga mana bardavom qilsin. Barchalarimizni o'zi ya'ni o'zini baytini doim obod qiladiganlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.